Last night all I think about is you. Don't stop and you come on. Obunachilarimiz Xonadagi Marg'ilonshahardagi Ayo texnik do'konimizga qish mavsumini aniqlash ekanligi uchun turli xil dvijuylarimizni olib kelib qo'ydik. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsasizlar va kommentariyaga o'tib narx so'zni yozsalaring, narxini kommentariyada yoki 90 bilan 851 60 84 nomerlarga bog'lansalaring, telefonda aytib o'tamiz akalar. Unda boshladik akalar. Birinchi o'rinda Lerabus dvijuyimiz ustiga 6,5 yozgan to'liq javob berishi 5.5 kilovatli bo'ladi akalar. 220 volt chiqarib beradi akalar, ikkita datchik bo'ladi akalar. Bu tokda yurib ketadi, ya'ni 220 voltdan yoki kilovatlarning ko'payib ketgan bo'lsa avtomatik tashlab yuboradi, motorda kuyishni oldini oladi akalar. Ruchnoy ham zavodit bo'ladi akalar. Keyin admotkasini ko'rish mumkin. Admotkasi 12 santlik katta admotkadan o'ralgan bo'ladi. Mana shu qora narsasi admotka bo'ladi akalar. Misli admotkali bo'ladi. Akkumulyatorlar kichkina 12 vatli bo'ladi akalar. O'zini o'zi nima ham qiladi? O'zini o'zi zaryad ham qiladi akalar. Motorlari 190 1560 motor degan bo'ladi akalar. Keyingisi Subtech, bu ham 5 kilovatli bo'ladi, 5,5 kilovatli bo'ladi. Bu ham statorga o't oladi. Buni ustun tomoni ATS, ya'ni ustiga shit qo'yadigan bo'lsalaring, bu svetdan o'chib bo'lsa avtomatik yonadi. Ya'ni sizlar kelib yotmisizlar buni oldiga kalt buragani. Avtomatik yonadigan dvijuy. Bunda ham o'zini datchiklari bo'ladi akalar. Ikkita 220 ni rozetkalar joylashgan akalar, ko'rish mumkin. Buni ham admotkasi ana bu yerda joylashgan, ko'rinmayapti, lekin qalin admotka, ya'ni 15 santli admotkadan o'ralgan bo'ladi akalar. Buni ham motori 190F Subtech, mana ko'rish mumkin. Motori katta motordan joylashgan bo'ladi. Akkumulyatorlar 12 vatli. Benzin moklari 15 litrli bo'ladi akalar. Narxi kommentariyada aytib o'tib ketamiz akalar. Bu ham 5,5 kilovatli Subtech akalar, ko'rish mumkin. Bu 6,5 kilovatligi bo'ladi. Buni ham ATSlar qanday qo'yish tayyor ko'rsatib o'tilgan ekan. ATS menga ulanadi. Bu tomoni o'ziga ulanadi va yoqib qo'yasizlar, avto qilib qo'yasizlar va mana buni bosib qo'ysalaring bo'ldi. Bunda ichi ko'rsatiladi ekan, ichi mana. Bu yerga elektrik montaj qiladi. Bu svetlaring o'chib qolganda avtomatik dvijuyda yoqadi akalar. Manual qilib qo'ysalaring qo'lda. Va mana qilib qo'ysang o'chadi bu. Buni ham motorlar 190 6,5 kilovatli. Kimga narx qiziq bo'ladigan bo'lsa 90 bilan 851 60 84 nomerlarga bog'lansalaring aytib o'tamiz. Keyingisi 7,5 kilovatli bo'ladi akalar, 220 volt chiqarib beradi. Mana ko'rishlar mumkin. Bunga ham ATS qo'yiladi akalar mana. Buni ham mana bu yerda akkumulyator zaryad qiladiganlar hamma yoq joylashgan akalar. Mana yerda 12 vot va 8 votli chiqarib beradi. Ikkita 220 datchiklar hamma yo'q bor akalar. Buni ham stator va ruchnoy hamda ATS orqali zavoditsa bo'ladi. Ya'ni avtomatik. Akkumulyatorlar 12 votli, admotkalari 18 santimetrli katta admotkadan o'ralgan bo'ladi akalar. Keyingisi akalar 7 kilovatli Lerabusimiz bo'ladi akalar, ko'rishlar mumkin. O'ziga 9,5 yozgan, toza chiqarib berishi 7 bo'ladi akalar, mana ko'rishlar mumkin. Bunda ham ATS joylashgan bo'ladi akalar, mana bu yerga joylashadi akalar. 220 ta katta datchiklar joylashgan bo'ladi akalar. Bu ham stator va ruchnoy orqali zavodit bo'ladi akalar. Qolganlari 5,5 kilovatli. Bularga lekin ATS tushmaydi akalar. Bu kichikroq bo'lgan. Akalar, video yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar, obuna va podpiska bosasizlar, kommentariyaga o'tib omad va narx so'zini yozsalaring, narxini tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Videoga obuna bo'lsalaring, obuna bo'lish tekin akalar. Bu bizga yangi videolar chiqarishga motivatsiya beradi xolos akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat akalar.